Sizga 24 soatda qancha yig'ildi deb o'ylaysiz? Bilmadim. Kecha Nasib degani. aytdingiz-ku, erim ham 10 yildan beri meni qarab, agar men bunaqa bo'lmaganimda orzu-havas mashinasini minardi, uy-joyini ham qilardi, topgan pulini menga sarfladi dedingiz. O'shani mukofotini qanchaligini aytaylikmi? Biz sizga xalqimiz bilan birgalikda 24 soat ichida 49.500 dollar pul yig'dik. İkki dünya odamlari, ikki uyning egasisiz. Qaysi dunyo kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Kartalarga hissasini qo'shgan, naqd pul berganlar, zangatiga kelganlar, videoni maksimalli tarqatganlar, kechalari bilan namozlarda duoda bo'lganlar, biz bilan har payshanbada yelkadan-yelka turadiganlarga bitta duo qiling. Siz duoyingizga umidvor. Amin. Hamma berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonlari Alloh dargohida qabul qilsin. Amin. Hech kim kasal bo'lmasin, hech kim. Avvalambor hech kimni mana bunaqa muhtoj qilib qo'ymasin Allohim. Rozi bo'lsin, bo'linglar, berganlar hammalariga ming marta rahmat aytaman. Ilohim siz ham Hindistonga borib, tezroq tuzalib, mana shu turmush o'rtog'ingizni, farzandlaringizni xizmatini qilib, yaxshi bir osh damlab bizni chaqirganingizni birga kulishib o'tirishlik nasib qilsin. Hamma ehson qilganlar, shu yerga yo'l bosib kelganlar, hammasiga Alloh jannatini muborak qilsin. Alloh. Aziz vatandoshlar, hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Mana har hafta payshanba olib chiqib, juma olib sizlar bilan yelkama-yelka uddalab kelyapmiz. Bundan keyingi ham sizlar bilan birgalikda Alloh bizning yuzimizni yorug' qilsin. Keyingi payshanba juma ehsonimiz bayram arafasiga dam olishga to'g'ri kelyapti. Banklar ishlamaydi bilasizlar. Shunga keyingi haftalik payshanba juma dam olamizda. O'shani ozgina surdik. Yakshanba dushanbaga ko'chirdik. Ya'ni 31-may va 1-iyun kuniga qildik. Chunki yakshanba kuni ehsonni olib chiqamiz, dushanba kuni banklar ishlaydi, yopamiz. Shunga shu videoni maksimalli hammaga tarqatib qo'yinglar. Keyin aziz vatandoshlar, o'zimga ham Alloh tomonidan ozgina yaxshigina chiroyli sinov keldi. Ayolim 3 kun oldin o'sha boshiga qon quyilishi bo'yicha o'sha infarktni nima deydi? Insultni yengil boshidan o'tkazdi. Iltimos shu farzandlarim baxtiga ayolim ham meni baxtimga sog' bo'lsin. Ayolim haqqiga ham duo qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. 31-may yakshanba kuni 24 soatli ehsonni ko'rishguncha assalomu alaykum. Naqd talashib bu bozorda, olib divan, mebel parda, haqdorlarga qilib zarda. Siz qaysi uyni bezatyapsiz?